Tez yordam bo'limida ishlayman. Kunora navbatchilikda ham turaman. Navbatdagi smenamda bir chaqiruv bo'lib qoldi. To'g'risi, har xil voqea vaziyatlarda yordam ko'rsatib ishlaganman, lekin bu safargisi umuman boshqacha edi, deb gapini boshladi bir tanish do'stim. Biz doim 3 kishi bo'lib yuramiz. Tez yordam mashinasi haydovchisi mutaxassis vrach, u yordamchi tez shahar chekkasidagi axlat yig'iladigan joyga boringlar. Axlatxonada ishlaydigan ikkita yigit sizlarni kutib oladi. Shoshmasdan faqat o'zlaringga tegishli ishni bajarib keting deya buyruq berdi boshlig'imiz. Biz hamma kerakli anjomlar, dorilar, moslamalarni mashinaga joylab, chaqirilgan manzil tomon jo'nadik. Yo'lda ketib borar edik-ku, lekin nega biz aynan axlatxonaga, yana tez yordam mashinasida boryapmiz? Shu savol hech tinchlik bermas edi. Haydovchining ko'zlari yo'lda, biz esa jim o'ltirgancha borar edik. Mana manzilga ham yetib keldik. Uzoqdan bir uyum axlat ko'rinib turar edi. Bizni maxsus ish kiyimi kiyib olgan 2 kishi kutib oldi. Ulardan biri axlat yig'adigan mashina haydovchisi ekan. Qo'lidagi sigaretini tashladi-da, biz tomonga qarab keldi. Hali gap boshlamasdan orqamizdan militsiya xodimlari ham o'zlarining singlar o'rgatilgan mashinasida o'rnatib kelishdi, uchib kelishdi. Hamma yig'ildi. Uyimizda oq xalat, mashinadan tushdik, lekin axlat uyumi oldida oq xalatni nega kiyganmiz? Chetdan qaragan insonga juda kulgili edi. Xo'sh, bizni nima xabar bilan xursand qilasizlar? Savol tariqasida gap boshladi vrachimiz. O'sha ikkala yigitlardan biri jim holda qo'li bilan axlat tomonga ishora qildi. Biz tushunmadik. Ahal uyumi oldida jussasi katta, ustlari axlatga burkanib ketgan bir katta it yotar edi. Nima, bizni kalaka qilyapsizlarmi? Shu it uchun chaqirdilaringizmi? Veteranni chaqirsangiz bundan ko'ra, deya jahl qildi vrachimiz. Shunda men gap so'zsiz tushundim. Lekin barcha narsa jumboqli edi. O'sha itga qarab sekin asta yura boshladi. Bir payt o'sha katta it tishlarini oqini ko'rsatib, past ovozda irillay boshladi. Men bunga uncha e'tibor bermadim. Yurishda davom etdim. Bir tarafdan tishlab olishidan qo'rqmasam-da, quturgan it bo'lsa, kimligimdan ukol olishdan cho'chir edim. It bekorga ko'kragini berib, axlat ustida yotmagan ekan. Itning oyoqlari orasida yarim tanasi axlatga ko'milgan chaqaloq yotar edi. Yangi tug'ilgan, lekin hali tirik edi. U yig'lar edi, faqat og'zini ochganicha uning ovozi eshitilmas edi. Qo'lchalarini qimirlatganicha harakat ham qilar edi. Boya aytganimdek, yarim tanasigacha axlatga ko'milgan edi. It esa o'z tanasi bilan chaqaloqni isitib, yuzidan tili bilan har zamonda yalab qo'yar edi. Bu manzara juda ayanchli edi. Hech kim kafolat bermaydi-ku, it quturgan bo'lsa, o'sha chaqaloqni yeb qo'yish ham mumkin edi-ku. Ortimdan ikkita militsiya xodimlari ham xavotir holda qarab turishardi. U nima, yemoqchimi? Ha, hozir yeb qo'yadi, dedi birinchi militsioner. To'qsa, jinnimisan? It chaqaloqqa tegmayapti, aksincha uni o'z tanasi bilan istayapti, dedi ikkinchisi. Men o'tirib olganicha sekin itga yaqinlasha boshladim. Baqirmasdan va itning tinchini buzmasdan bolani olishni xohlar edim. Lekin itga bu niyatimni bildirishim kerak edi. Aks holda it boshqacha tushunib, menga va bolaga shikast yetkazib qo'yishi mumkin edi. Chunki it bolani ko'mib ketgan pastkash ona kabi hamma odamlarning yomon, noto'g'ri tushunishi mumkin edi. Yana tiriklayin ko'mib ketilgan ekana, Alloh jazoimni bergurlar. Alloh itni ko'zidan shu payt nafrat, qasos, rahm va achinishni payqadim. Yon tomonlama sekingina yaqinlasha boshladim it tarafga. Agar mabodo men tomonga otilsa, hech bo'lmasa yuzimni yashirishga ulgurarman, degan xayolda edim. Bolaga qo'l uzata boshlaganimda itning o'rnidan turib, yanayam irillay boshlashi kuchaydi. Men sekin axlatni bolaning ustidan qo'llarim bilan olib tashlay boshladim. Meni bu harakatimga it irillash bilan boqib turar edi. Men xuddi manani
minani kovlab olayotgan harbiylar kabi harakat qilar edim. It esa meni qo'llarimdan hech ham ko'z uzmasdi. Tomog'imga nimadir tiqilganday bo'lar, yutinsam tomog'imda bo'yni bog'lib turar edi. Yaxshi it, aqlli itma, mana buni ichib ol. Bachoqlanib ketgan plastmassa qutisiga termosdan sut solib itni chaqira boshladi. Axlat mashina haydovchisi. Navbatdagi mo'jiza barchaning oldida uzurini so'ragandek haydovchi gapini davom etdi. Oshqozonim og'riydi, shu uchun o'zim bilan sut olib yuraman. Suv o'rniga ham iloji boricha sut ichaman, dedi. Qani kelchi, kel, yaxshi it, kelaman ham sutini ichib ol, dedi haydovchi. Bir payt it yana bir bora mening harakatlarimga nazar tashladi-da, keyin o'rnidan turib sut ichish uchun yaqinlasha boshladi. U juda ozg'irlashib ketgan edi. Ona it ekanligi shunday bilinib turar edi. Bir ikki harakatda bolachani axlatdan kovlab oldim. Qo'limga oldim-da, tizzalagancha o'rnimdan turdim. Men tomonga qo'lidagi choyshabni olib olgan haydovchi kelib turgan edi. Men bolani o'sha choyshabga o'radim. Bola tirik edi, lekin qorni ochligi shunday talpinishidan bilinib turar edi. Tug'ilganiga taxminan 1-2 soat bo'lgandi chamasida. Shu payt itning ko'z qarashi bilan yuzma-yuz keldim va unga qarashim bilan qo'rqma, hammasi joyida, xavotirga o'rin yo'q, deganday shivirladim. U ham mening gaplarimni tushungandek dumini likillatib qo'ydi. Men uni noto'g'ri tushunganim uchun kechirim so'rab qo'ydim o'zimcha. Kechirasiz, doktor, bolani qayerga olib ketasiz? Savol berdi militsiya xodimi. Shahardagi bolalar uyiga olib boramiz birinchi. O'sha yerda qayerga olib borishimiz aniq bo'ladi, dedim. Unda biz ham o'sha yerda boramiz. Protokolga qo'l qo'ydirish uchun, dedi yoshi kattaroq militsiya xodimi. Boshidan shapkasini oldi-da, qo'l ro'molchasi bilan peshonadagi terni ayta turib, tishlarini g'ichirlatib, qani edi bolani tiriklay axlatga ko'mib ketgan o'sha ahmoqni topganimda edi. Uning o'zini mana shu axlatga tiriklayin ko'mib qo'yar edim, dedi. Uning bu gaplarini eshita turib mashinani eshigini yopdim. Haydovchi mashinani yurgizdi. Biz jo'nadik. Shahar ichra ketib boryapmiz. Tez va jim holatda. Gapirishni hech kim xohlamas edi. Baqirgim qorong'uda boshimni devorga urib, bunaqa bo'lishi kerak emas edi, bo'lishi mumkin ham emas edi. Axir insonlar bunaqa yo'l tutishmaydi. Agar ular hali inson bo'lsa, degim kelar edi. Mashinadan sekin tushdim. Bolaning ko'tarib qabul bo'limiga kirdik. Navbatchi vrach menga qo'limdagi bolani ko'rib hayron qarab turdi. Men hali hech narsa demasdan, u doktor opa, menga qaysi axlat qutisidan chiqdingiz? Bu holatda bolalar bo'limiga kirishingiz mumkin emas, deya baqira ketdi. Lekin chaqaloqning holatini ko'rgach, qo'limdan oldi-da, birdan shoshilgancha ichkariga olib kirib ketdi. Hamma hujjatlarni taxlagach, sekin charchoq alomatlaridan tashqariga chiqdim-da, mashinaning eshigini ochdim. Mashinaga chiqqach, borib yuvinib olish uchun jo'nadim. Bunaqa voqealarni unutish juda ham qiyin. Unutib ham bo'lmaydi. Axir qanday ona o'z tirik bolasini axlatga ko'mib qo'ya qoladi? Alloh o'zing adashgan insonlaringga to'g'ri yo'l ko'rsat. O'zing ulardan insof ber. Alloh barchangizni o'z panohida asrasin.